Tasavvur qiling, vaqt mashinasi ishlabsiz, 300 million yil orqaga qaytib qoldingiz. Siz hozirgi davrda emassiz. Bu yoqda telefon yo'q, internet yo'q, hattoki insoniyat ham yo'q. Hamma yoq o'rmon va daraxtlar juda ham gigant. Nafas olish juda oson, lekin g'alati. Va birdan oldingizdan 1 metrli katta nina uchib keldi. Stop. Men qanaqadir erta aytib bermayman. Bu o'zimizning yer. Faqat 300 million yil oldin. Bu davrda hatto dinozavrlar ham paydo bo'lmagan. Yer yuzi botqoqlikdan iborat bo'lgan. Hasharotlar 1 metr bo'lgan. Yer yuzini reptiliyalar boshqargan. Undan tashqari hatto qurbaqalar ham 2,5 metr bo'lishgan. Bugun Paleozoy erasining 5-karbon davri, ya'ni toshko'mir davri haqida gaplashamiz. Ketdi. Kelinglar endi karbon davriga qaytamiz. Karbon so'zi lotinchadan ko'mir degan ma'noda keladi va hozirgi kundagi millionlab tonna qazib olinayotgan tosh ko'mirlar aynan o'sha davrning gigant o'rmonlariga tegishli. Bugun biz aynan mana o'sha davrni boshidan ko'rib chiqamiz. Taxminlarga ko'ra tosh ko'mir davri 359 million yil oldin boshlangan. Bu davrda yer yuzi qattiq o'zgarayotgandi. Aynan o'sha karbon davrida yer yuzidagi hamma materiklar bir-biri bilan to'qnashib, yagona bitta katta materik Pangeyani endi hosil qilishni boshlashgandi. Buning natijasida hozirgi kundagi Appalachiya va Ural tog'lari hosil bo'lgan. Hamma materiklar bir joyda bo'lgani uchun iqlimni o'zgartirib, yer yuzining 1/3 qismi issiq va tropik joylarga bo'lingan. Havodagi namlik ancha yuqori bo'lgan. O'sha paytda tabiatda hali yog'och parchalaydigan, chiritadigan zamburug'lar paydo bo'lmagan edi. Natijada daraxtlar o'ladi. Ular 10 yilda ham chirimaydi, xuddi plastikka o'xshab. Undan tashqari ular bir-birining ustida qalashib, botqoqliklarda yotaveradi. Suv tagida kislorod bo'lmagan. Daraxt ustiga daraxt yig'ilib, millionlab yillar bosim ostida qolgan va natijada ko'mir hosil bo'lgan. Daraxtlar o'ta ko'p bo'lishgan, qalin joylashgan va gigant bo'lishgan. Chirish yo'qligini hisobiga ham yer yuzi kislorodga juda ham boy bo'lgan. O'sha davrda havodagi kislorod miqdori 35% tashkil qilgan. Hozirgi kunda bo'ladigan bo'lsa, bu 21%. Lekin mana shu ko'p kislorodda ham minus tarafi bor. Bu olov. Agar siz olov yoqadigan bo'lsangiz, u bir necha minutlarning ichida katta o'rmonni kulga aylantirib yuborishi mumkin. Ya'ni oson nazoratdan chiqadi. Undan tashqari siz o'sha davrda nafas olganingizda o'zingizni juda ham yengil his qilardingiz. Nice. O'pkangiz nafasga to'ynardi va o'zingizni juda ham tetik his qilardingiz. Diqqatingizni bitta joyga jamlab olardingiz. Xuddi energetik ichimlik ichgandek bo'lardingiz. Lekin 1-2 soatdan keyin siz kisloroddan zaharlanardingiz. Bu qanaqa bo'ladi? Haddan tashqari ko'p kislorod miyangizdagi qon tomirlarini toraytirib yuboradi. Boshingizda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Ko'z qorachiqlaringiz qisqaradi. Ko'rish maydoni torayib, xuddi tunnel ichidan qarayotgandek bo'lib yurasiz. Qo'l va oyoqlaringizda, ayniqsa yuz mushaklarida o'zingizni nazorat qila olmaydigan darajada qaltirashni boshlaydi. Ya'ni sudurga bo'lardingiz. 1-2 kundan keyin o'pkangiz ishib ketardi va ishdan chiqardi. Ya'ni hamma narsani me'yori yaxshi. Eng qiziq joyi, o'sha davrda aynan qanaqa hayvon va hasharotlar gigant bo'lgan va ular nega bunaqa ulkan? Agar siz o'sha davr o'rmonlariga tushib qolganingizda, aynan qaysi hayvonlarni uchratardingiz? Birinchi hasharot bu Meganeura. U shu kungacha topilgan uchadigan hasharotlardan eng yiriga hisoblanadi. Qanotlari yozilganda 75 santimetrdan 1 metrgacha yetgan. Bu deyarli bitta burgut bilan teng. Ular yirtqich bo'lib, boshqa hasharotlar va hatto mayda amfibiyalar bilan ham oziqlanishgan. Tanasi baquvvat bo'lgan, jag'lari bo'lsa o'ta kuchli yirtqichlarniki kabi rivojlangan. Ular juda tez uchishgan va ulkan ko'zlari bo'lgan. Bu ko'zlari bilan botqoqlikdagi har bitta harakatni darrov sezishgan. Bechara o'ljasi suvdan chiqayotganda uni tutib yegan. O'zini qattiq jag'lari bilan o'ljasini mayda-mayda qilib tashlagan. Undan tashqari uni katta qanotlari juda ham qalin bo'lgan va tomirlari ham qalin bo'lgan. Juda ham qo'rqinchli to'g'risini aytsam. Ikkinchisi, biza biladigan gigant 40 oyoq, uzunligi 2,5 metrgacha. Kengligi bo'lsa 50 santimetr bo'lgan. U yer yuzidagi eng yirik bo'g'imoyoqli hisoblanadi, hattoki shu kungacha. Ya'ni u o'rgimchaksimon va qisqichbaqasimonlarning oilasiga kiradi. Tashqi ko'rinishdan hozirgi qirqoyoqlarga o'xshab ketgan. Uni 30 juftdan ortiq oyog'i bo'lgan va ular botqoqlik va o'rmonlarning tuprog'ida tez harakatlanishiga yordam bergan. Eng ajablanarlisi, uni kattaligi bitta mashina bilan teng bo'lgan. Laq, bilaman, juda ham g'alati eshitiladi, lekin olimlar ularni asosan o'txo'r hayvon
hayvon deb hisoblashgan. Keyingi hayvon bu Pulmonoscorpius deb nomlanadi, ya'ni gigant chayon. U hozirgi chayonlarni bobosi bo'lgan. Ko'rinishi ham juda ham vahimali bo'lgan. Undan tashqari olimlarning taxminicha, ular hozirgi chayonlarga o'xshab kannibal, ya'ni o'z turini yeydigan bo'lishgan. Uzunligi 70 santimetrdan oshgan. Bu chayonlar o'sha davrdagi eng ashaddiy va dahshatli yirtqichlardan bittasi bo'lishgan. Hozirgi chayonlar mayda hasharotlar bilan oziqlansa, u davrdagi chayonlar o'zidan sal kichkina bo'lgan любой narsani yeyishgan. Ularning qisqishlari juda qattiq. Dumini ichidagi zaharli nishi bo'lsa ancha yirik bo'lgan va zahari o'ljasini falaj qilish uchun bemalol yetgan. Ko'rish qobiliyati rosa kuchli bo'lgan va kunduz kuni ham, kechasi ham o'ljasini uzoqdan ko'rib, uni ta'qib qila oladigan faol ovchi bo'lishgan. Hozirgi kundagi chayonlar o'zini zahridan, ya'ni nishidan faqatgina himoyalanish uchun foydalanadi. Lekin ularning oppoq dodasi xohlagan vaziyatida undan foydalangan, nima bo'ladi, juda ham zaharli bo'lgan va ularning dushmani ham bo'lmagan. Hamma ulardan qo'rqqan. Siz uchratishingiz mumkin bo'lgan keyingi hayvon bu gigant 2,5 metrli qurbaqalar. Ular hozirgi qurbaqalarga o'xshab yapaloq va keng boshga ega bo'lgan. Ularning tanasi baquvvat, oyoqlari bo'lsa katta va yo'g'on bo'lgan. Uzunligi taxminan 2-2,5 metrni tashkil qilgan. Ular ko'proq pistirmadagi ovchilar bo'lishgan. Keng og'zi bilan hatto o'zlaridan kichkina hayvonlarni, hasharotlarni va mayda amfibiyalarni bittada yutib olishgan. Ham suvda, ham quruqlikda ov qila olishgan. Ularning suyaklari va skeleti o'z og'irligini quruqlikda ko'tarish uchun ancha baquvvat rivojlanganini ko'rsatadi. Keyingi hayvon bo'ladigan bo'lsa, u hozirgi timsohlarning bobosi bo'lib, Prionosuchus deb nomlangan. U tashqi ko'rinishdan timsohga juda ham o'xshab ketgan. Uzunligi 9 metrgacha yetgan va u karbon va perm davrlaridagi eng katta yirtqich bo'lgan. Uni tumshug'i uzun, ingichka va o'tkir tishlarga to'la. Bu degani u asosan suvda o'qigan. U shunaqangi tez bo'lganki, suvi qiroli bo'lgan ekan. Undan kuchlisi bo'lmagan, deyarli butun umrini suvda o'tkazgan. Uni dumi suzish uchun mos bo'lib, quruqlikda harakatlanishi qiyin bo'lgan. Xo'sh, nega u davrdagi hayvonlar bunchalik gigant bo'lishgan, bunchalik ulkan bo'lishgan? Sizlarga aytgan asosiy va birinchi sababim bu kislorod. Ya'ni u davrda havodagi kislorod miqdori 35% tashkil qilgan. Hozirgi kunda bor yo'g'i 21%. Hasharotlarning o'pkasi yo'q. Ular tanasidagi mayda teshiklar orqali nafas oladi. O'sha davrdagi kislorod bosimi juda ham yuqori bo'lgan va u hasharotlarning ulkan tanasini ich-ichigacha kislorod bilan to'yintira olgan. Bu ularga ulkan energiya va o'sish imkonini bergan. O'sha davr hayvonlarida bo'lsa bunaqa havo ularning qonini energiyaga to'ydirgan. Ya'ni ular bunaqa energiya bilan bemalol ov qilishgan, bemalol o'zini katta vaznini ko'tarib yura olishgan. Ya'ni qancha ko'p havo bo'lsa, hayvonlar ham shunaqa katta ulkan bo'lishgan. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, u payt quruqlikda hayot endi rivojlanayotgan bo'lgan. Hatto dinozavrlar ham bo'lmagan, sut emizuvchilar ham bo'lmagan. Shuning uchun ularda qanaqadir urushlar, tirik qolish uchun chuqur kurashlar bo'lmagan. Mazza qilib, ov qilib, rivojlanib, semirib yashashgan. Stressiz katta bo'lib maza qilishgan, qarochi. Xullas, yeyishga narsa ko'p, havo toza, urashadigan dushmanlar yo'q. Ya'ni bular gigant bo'lmay, kim gigant bo'lsin? Baland shovqin eshityapsiz. Shundoq tepaga qarasangiz, 1 metrlik gigant minachi juda ham tez harakat qilyapti va ko'zlari bilan sizga qarab turibdi. Qo'rqib suvga tushmoqchi edingiz, lekin suvda 9 metrlik gigant timsoh ko'rdingiz va u sizni yamlamasdan yutib oladi. Chunki siz uni oldida juda ham kichkinasiz. Quruqligiga yaqinroqda bo'lsa 2,5 metr bo'lgan gigant katta qurbaqani ko'rdingiz va uni tishlari juda ham o'tkir. Qo'rqib o'rmonga qochyapsiz va sizning ko'zingiz 1 metr keladigan chayonga tushdi. U o'zini katta ko'zlari bilan sizga tikilib turibdi va dumidagi nishini sizga sanchish uchun yoningizga harakatlanyapti. Undan ham qo'rqib uzoqroqqa bor kuchingiz bilan yugurdingiz, bekindingiz, lekin mana shu payt yoningizdan mashinadek keladigan qirqoyoq sudralib ketyapti. Vashshi qo'rqinchli. To'g'risini aytsam, men qo'rquvdan mana shu joyga o'zida o'lib qolgan bo'lardim. Bo'pti, qo'yib turaylik. Mana shu yirtqichlardan keladigan xavfni unutib turaylik. Sizda undan ham boshqa bitta muammo bor. Sizni qorningiz och, hamma yoq sizga begona va siz karbon davrining o'rtasidasiz. Xo'sh,
yeyishga nimadir topa olasizmi? U davrda bugungi kunda biz o'rganib qolgan meva-chevalar yoki sabzavotlar hali mavjud bo'lmagan edi. Hatto gul yoki gulli o'simliklar ham bo'lmagan. U davrda o'sgan o'simliklar bo'lsa juda qattiq toladan iborat va inson hazm qilishi uchun qiyin bo'lgan. Eng yomoni ko'pchilik o'simliklarning tarkibida o'sha davrdagi hasharotlardan himoyalanish uchun zaharla saqlangan bo'lishi mumkin. Lekin hasharot yeyman deydigan bo'lsangiz, protein, mol, ko'l. Masalan, men sizga oldinroq aytgan qirqoyog'im bor-ku, ana o'shani bitta oyog'i butun boshli oilani to'ydirishga yetadi. Lekin ustidagi qobig'i ozgina qattiqroq. Suvichi, u davrdagi suvni ichsa bo'larmidi? Ha, bo'lardi, faqat qaynatib yoki filtrlab. Nega? U davrda botqoqli bo'lgani bilan hamma yoq suv ichida qanaqadir o'lgan hayvonlarning qoldiqlari yotgan. Undan tashqari qanaqadir o'simliklarni chirimasdan yotgan chirindilari yotgan. Undan tashqari sizni tanangizga yot bo'lgan bakteriya va zamburug'lar bo'lgan. Aynan mana shu narsalar siz uchun katta xavf tug'dirishi mumkin. Lekin undan ham yomon tomoni bor. Suvga egilishingiz bilan u yoqdagi yirtqichlar sizga bittada hamla qilishligi. Siz bilan men baribir insonmiz. Uyqumiz keladi. Xo'sh, biza qayoqda xavfsiz uxlasak bo'ladi, shunaqa xavfli joyda. Daraxt tagida uxlamaymiz, bu aniq. Chunki daraxt tagida uxlash bu suitsid bilan barobar, ya'ni o'zingizni o'zingiz o'ldirish. Kechqurunlari 2,5 metrlik qirqayoqlar, o'sha 1 metrlik chayonlar hammasi aktiv bo'lgan davr. Va siz bu paytda faqatgina daraxt tepasiga chiqibgina omon qola olasiz. Lekin bu degani siz butunlay xavfsizsiz degani emas. Chunki daraxt tepasida ham qanaqadir hasharotlar va siz bilmagan suvariylar bo'lishi mumkin. Xavf har doim siz yoningizga siz bilmagan paytda kelishi mumkin va siz shuni bilib ham maza qilib uxlamaysiz. Undan tashqari kechalari juda ham sovuq bo'ladi va bu payt siz olov ham yoqolmaysiz. Chunki bu katta yong'inni keltirib chiqaradi. Kislorod foizi yuqori, atrofingiz to'la daraxt, zich, o'rmon. Undan tashqari ehtiyotkorlik bilan yoqsangiz ham bu olov yirtqichlarni jalb qilishi mumkin. Siz bu davrda butunlay xavf ostida bo'lasiz. Qanaqadir gigant hasharotlar sizni chaqishi mumkin, sudralib yuradigan hayvonlar sizni orqangizdan ovga chiqishi mumkin. Ovqat topsangiz ham, suv topsangiz ham sizni havodan zaharlanish kutib turibdi va bularning hammasi bilan siz bir hafta yashay olsangiz. Lekin mana shunaqa xavfga to'la gigant hayvonlarning davri ham bir kun kelib o'z nihoyasiga yetgan. Karbon davri 60 million yil davom etgan. 359 million yil oldin boshlanib, 299 million yil oldin tugagan. Va bunga sabab iqlimni o'zgarishi bo'lgan. Karbon davrida yer botqoqliklardan iborat bo'lgan edi. Lekin davr oxiriga kelib, o'sha yagona materik bo'lgan Pangeya juda katta bo'lgani sababli uni o'rtalari okeanlardan uzoqlashib ketgan va iqlim o'ta quruqlashgan. Namlik kamayishi bilan gigant daraxtlar va o'simliklardan tashkil topgan katta o'rmonlar qisqarib ketgan. Bu o'sha davrda biz atagan gigant hasharot va amfibiyalar uchun yashash joyini yo'qolishini anglatadi. Undan tashqari yerning janub qismida ulkan muzliklar paydo bo'lishi boshlagan. Shunaqa qilib karbon davri tugab, Paleozoy erasining oxirgi davri, ya'ni Perm boshlangan. 252 million yil oldin Perm davri ham tugab, biza biladigan ulkan dinozavrlarning davri, ya'ni Mezozoy erasi boshlangan. Mezozoy davri sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar va keyingi videolarimda albatta bu mavzuni ham olib chiqaman. To'g'risini aytsam, karbon davri men uchun juda ham qiziq mavzu va iloji boricha uni sizlar bilan bo'lishishga harakat qildim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Rahmat.